Assalomu alaykum. Qadrli chorvani o'rganuvchi, yangi o'rganmoqchi bo'lgan odamlar. Men ham o'zi yangi o'rganganman. Shu paytgacha to'plagan tajribalarimni, qilgan xatolarimni hozirga tushuntirib beraman. Ketdik. Bizning bu mollarimiz bir ikkitasi semental. Sigirga semental ho'kiz qo'yilgan, yuzga yuz semental. Mana bu rossiyskiy qora. Keyin ikkita gibridimiz bor. Ikkita gibridimiz. Mana bu endi Alloh alam o'zi egasidan kelgan, bizlar bilmaymiz nimadan qochgan. Men o'ylashimcha Mickey Mouse'dan qochgan. Bunisi ham gibrid, bu tona. Qolgan hammasi ho'kizcha. Bu silos yamamiz. Bu og'ilimiz. Bu og'ilimizni ham yaqinda qildik. Shu bir 4-5 oy bo'lib qoldi. Og'ilni tepasini temir va konteynerni materiallaridan firma qilib qo'yganmiz, o'zimiz qilganmiz. Mana bu shiferni ham vodiydan chiqaradigan 38 ming, 39 minglik shiferdan yopganmiz. Endi ensizroq, uzunligi uzunroq 1.80 ga. Va ho'kizchamiz. Keyin orqasini shamol kirmasligi uchun 2 metr joyini sal sindirganmiz, qolganini o'zimiz hovliga. Narigi taraf boshqa qo'shnining hovlisi bo'lgani uchun bu tarafimiz asosan o'zimiz tarafga tushirganmiz. Keyin firmani qilganmiz. Mana bu firma ishburchak shaklda bo'lgan. Mana bunday bo'lsa, shu o'rtasidan vassa qo'yib tushayotganmiz. Uni keyin ustidan shiferni qo'yganmiz. Molxona ichini ko'rsatamiz, yuring. Endi og'ilni ichini ko'rsatamiz. Og'ilni ichiga oxirlari qo'yganmiz. Konteyner bu ham konteyner materialida. Mana bular zavodskiy temirlar. O'rtasidan bu yerdan 2 metrga bitta stoyka berganmiz. Mana bu oxirlar ushlab turadigan, bu oxirga qo'yilgan. Mana bu yerimiz 2 metr. 2 metr. Uzunasiga 21 metr. Og'ilimiz-chi, mana bu odam yuradigan joy 2 metr, mollar turadigan joy 4 metr 10 santimetr. Shunda umumiy og'ilimiz enligi 610 620 santimetr. Shunday og'ilimiz-chi, mollar turadigan joy 410. Aslida bu yerga burdoqni boqish uchun o'zi moslashtirilgan edi. Mana bu yerda o'zi 2:30 dan keyin sidiga chiqadigan lotaklar qurilgan edi. Uni hozircha yopib qo'yibmiz, sigir turganligi uchun. Sigirni nasib inshaalloh yana boshqa sigirga o'ziga moslashtirib boshqa og'il qilamiz. Bu yer burdoqlar uchun asosan. Shu. Mana bu oldidagi g'ishtlarimiz boshida yo'q edi. Keyin salafonlarni tishlab, salafon qo'ydik. Salafonlarni qo'ymagandan keyin mollarimiz o'ynab yirtib tashlagandan keyin pastiga g'isht qo'ydik. G'isht yerdik tagini. Ustidan 70% setka tortganmiz. Faqat buzoqlar turadigan joyiga salafon qo'yganmiz. Bu yerga salafon yo'q. Og'ilda dim bo'lib ketmasligi uchun. Ma'lumotlarimiz shu. Mana bu oxirimizda suv turadi. Bir kunga 2 mahal qo'yamiz. Sog'indan keyin, sigirlar sog' bo'lgandan keyin suv sog'amiz. Shu yarim soat, 1 soatda ichadi, tugatib qo'yadi pashti. Keyin qolganini to'kib tashlaymiz, yana issiq suv, yer tagidan chiqqan artezan suvni birdan promak solib qo'yamiz. Mana bu sigirimiz rossiyskiy. Bu ikkinchi tug'ishiga 30 litr sut beradi. Bir kunlik rasxoti 80 minglik yemish yeydi. Yemish hamma 80 minglik yeydi. 30 litr sut beradi. Hozirgi kunda sutni 4800 mingdan sotyapmiz. Daromadi yaxshi. Bularimiz semental zotli mollarimiz.
Bitta mana bu o'rtadagisi ikkinchi qori, ikkinchi tug'ishi u 30 litrdan ziyod sut beradi. 30, 34, 35 litr atrofida beradi. Qolganlari birinchi qori mana bu uchalasi, mana bu chetdagisi ho'kiz. Navosimiz ular urug'likka olingan. Bu sigirimiz kamroq beradi. Hozirgi kunda bolasini orttirib 15 litr sut beryapti. Mana bunisi 20 dan ziyodroq beradi. Undan keyingisi bu ham shu 15 litr atrofida beryapti. Bolasini orttirganda. Narx-navosini o'zingiz kelishib olasiz. Hammasi 70 ming, 80 minglik yemish yeydi. Bir kunga xarajatlari bor. Sutni aytganini beradi, qolgani o'zingiz hisoblab olasizlar. Keyin bu foydadan tashqari yana bir yilda bitta bola bersa, unisini hozir sotganim yo'q. Agar tug'ilgandan sotsam 15-16 millionga xaridor bor, birdan sotsa bo'ladi. Lekin uni sotganim yo'q. O'zim boqaman, o'zim qarayman deb, shunga uni kattartirib, o'zim semirtirib sotmoqchiman. Bir ko'rsatib qo'ying mollarimizni. Hammasi bu ichalasi birinchi tug'ishi. Birinchi qoringa bular. Bitta narigi tarafdagi sigirimiz ikkinchi qoringa. Endi men ham olganman. Menga sotgan odam birinchi tug'ishida 30-32 litr sut bergan dedi. Endi men hali yaqinda boshladim chorvachilikni. Shu 4 oy, 5 oy bo'ldi boshlaganimga. Endi asta joylarni taxlab, shu ritmga tushib olguncha harakat qilyapman. Aslida bu sigirlarimiz ham o'zi aslida birinchi tug'ish bo'lsa ham, bular ham 25 litrdan kam sut bermasi kerak aslida. Endi men to'g'ri joy qila olmayapman. Shuni evaziga suti sal pastroq. Agar kun issiq kunlari mollar zagonda tashqarida yerda yurardi, unda sut ko'proq edi. Endi hozir kun sovuq bo'lgan ichkariga qolgani uchun sal suti kamaydi. Ratsioni jemishlarini silosni bayagi yagordan chiqarilgan silosni chiqarib yamaga bosganman. Shu yamadan chiqarib hozir donlari tirik turgani uchun, donlar parchalanmaganligi uchun bu drabilkamizdan yaxshilab chiqarib olamiz. Chiqarilgan drabilkani yerga yoyib yaxshilab qo'yamiz, ustiga suv sepamizligini. Somonni maydalangan drabilkadan chiqargan joyamiz, ustidan yana suv solib, keyin ideal korum yemlaridan keyin qo'shimchasigacha bir kun tajriba qilib ko'rdik. Kunjaradan ozroq qo'shib solib berdik. Endi natijasi ozroqqina farq qilmasa, attak shu bir xil bo'ldi natijasi. Shu ideal korum yemlari ham yaxshi effekt beryapti. Shundan ancha yaxshi. Tuqqandan keyin tezroq kuyga kelishlari hammasi shu vitaminlarni to'ldirib ketdim. Bu yemlarini bu tugadi, uning uchun salafon yeyishni boshladi, daraxtlarni po'stlog'ini yeyishni boshladi. Shunda men hammasini 20 milligramdan ukol qildim. Shu ukol qildim. Hozir hammasi yemayapti, yaxshi. Hozir endi bolalari ham shu salafonga o'ch bo'lganligi uchun shu endi bolalariga ham shundan qilaman. Men bu shundan qildim. Shu yaxshi effekt berdi. Yaxshi. Birdan salafon yeyishni to'xtatdi. Multivitamin degan ekan. Shu drabilkamiz, u ham vodiydan olganmiz. Buni vodiy ustalardan. Endi hozir hamma joyda chiqib ketdi-yu, ko'payib ketdi. Endi asosan shu vodiy ustalari qilyapti. Ideal korum yemlarimiz bu bitta buqamiz uchun atayin olingani, keyin sigirlar uchun atayin qilinganliklari bor. Bu ho'kizlar uchun. Narigi tarafda xuddi shuni oq xaltalasida sigirlar uchun qilingani bor. Mollarimizni Turkiyaning Barbaros firmasiga oid bo'lgan sut sog'ish apparatida sog'amiz. Olgandan beri hali hech qachon bir pand bermadi. Mollarimiz yemishini yaxshi yeyapti, tozalabgina yeyapti. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga omad. Hammaning uyida shu mollardan eng kamida 20 tadan bo'lsin.
ho'kizimiz hali tish chiqarmagan buzoq. Shu 16 oylik, 16-17 oylik bo'ldi. Yana 1-2 oylarda tish yorishni boshlaydi. Bu sigirimiz. Bu 4 ta tishi bor, tish yorgan, 4 tishi bor. Birinchi tug'ishgan lekin. Bu tishi yaqinda yordi ilk 4-tishlarini. Avval 2 tish edi. Sigirimiz qancha 15 dan ko'proq sut beradi. Endi bolasidan qolgani, bolasiga emizamiz, bolasidan qolgani shuncha emadi. Bu sigirimiz yaxshi. Bolasi to'yib emganda ham tashqari 20 litrdan ziyod sut beradi. Bunisi esa ikkinchi qoringa 30 litrdan ko'proq sut beradi. Sizlarda hozirgi kunda 4800 so'mdan sotyapmiz Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida. Endi kimni viloyatida qancha sut narxi shuni yozib ketingizlar kommentariyada. Bunimiz rossiyskiy sigir. Bu sigirni hamma minus tarafi yo'q, faqat plus taraf. Hamma joyi bor. Juda yuvosh, juda samarali, ko'p beradi. Yeyish ishlarda gap yo'q, umuman muammo yo'q. Bitta aybi buni shoxi bor. Endi men joyim kichkina bo'lganligi uchun, men 4 metr insiz bo'lgani uchun bu mollarga ko'rib kelganda bu mollarni shoxlayapti. Hozir jarohat yetkazyapti. Bitta ho'kizga indamaydi, qolgan hammasiga jarohat yetkazyapti. Shuning uchun bog'lab qo'yibman. Aslida bu sigirimiz ham yaxshi. Bolasi ham ancha o'zgarib qoldi. Bolasi 3 oylik bo'ldi. Endi asa yana bir oy sut emizdirib, keyin bolasini chiqarib, hozirgi kunda ideal korim beryapman bolalariga ham. Ham sut, ham ideal korim yeydi, yem. Yana 1 oy emizdirib, keyin sutdan chiqaramiz, nasib inshaalloh. Mollarimiz shu yerda yuradi. Kun issiq, hozir yomg'ir, qor bo'lib, zagonimiz sal loy bo'lib qolgani uchun chiqarmayapmiz tashqariga. Bu yerda yamamiz bor. Keyin narigi tarafda yana bitta yamamiz bor. Ikkalasiga 60 tonna bosganmiz. Shu sigirlarimiz tagini bir kunga 3 mahal tozalab turibmiz. Mollar qamoqli bo'lganligi uchun, agar mollar qamalmay yursa, uni uncha ko'p tagi raso bo'lib ketmaydi. Mana bu yerda bolalari 4 ta simentalni bolasi, bittasi rossiyskiy bolasi. Mana bu o'rtadagi rossiyskiy bolasi. Mana bu ham rossiyskiy. Bunga 4 oy bo'ldi. 3 oydan oshdi. 3 oy 10 kun bo'ldi tug'ilganiga. Oktyabrda tug'ilgandi. Nargisi noyabrda tug'ildi. Bolasi hozir vitamin yetishmasligi uchun salafonlarga, daraxtlar, po'staqlarga o'ch bo'lyapti. Shu ham katta zayomga chiqarilmayapman. Shu ichkariga salafonlarni olib keyin bog'ayapman.